بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأكم الحمد لله الله فضل بلن نحل سورسini o'qib tugatdilar. Nahl surasiga aytganimizdek Alloh taolo juda ko'p ahkomlarni, juda ko'p axloq va odob, din va diyonatga oid hukmlarni ijro qildi. Mana shulardan aytganimizdek Ibrohim alayhissalomni ushbu surada yana bir eslatdi. Inna Ibrohima kana ummatan qanitan lillah hanifan va lam yakun minal mushrikin. Alloh taolo Ibrohim ibodatdagi ummat, to'g'ri yo'lni tanlagan inson edi, mushriklardan emas edi. İbrahim alayhissalomni Alloh e'tiqodlarini bu yerga aytayapti. İbrahim alayhissalomni birinchi e'tiqodlari qonit. Qonit degani Allohga ibodatli edilar. Alloh taoloni amru farmoniga labbay deb javob berdilar. Hanifan degani barcha noto'g'ri e'tiqodlardan, noto'g'ri yo'llardan to'g'ri haq yo'lga qaytgan, haq yo'lga yurganlardan edilar. Valam yakun minal mushrikin. Alloh taologa hech narsani shirk keltirmas aqidada sobit qadam edilar. Olimlar aytadilar, bu oyati karima nozil bo'lgan paytda inna Ibrohima kanat ummatan. Ibrohim alayhissalom men ummatman degan paytlarda bir o'zlari edilar. Bir o'zlari. Ummat deganda asli jamoatni tushunish kerak. Lekin Ibrohim alayhissalomni Alloh ummat dedi, o'sha payt olovdan chiqqan edilar, bir o'zlari edilar. Agar bir odam haqqa bo'lsa, o'zi bir ummat. Muhammad alayhissalatu vassalom haqida edilar, o'zlari bir ummat edilar. Ummat nomiga erishishni istagan odam ibodati ham, e'tiqodi ham to'g'ri bo'lishi kerak, barcha yomonliklardan haqqa qaytish kerak. Shakiran li an'umih ijtabahu va hadahu ila siratin mustaqim. Ibrohim alayhissalom Alloh bergan ne'matlarga shokir edilar. Shokir degani Alloh bergan ne'matlarga shukrona qilguvchi edilar. Allohu akbar. Alloh taolo Ibrohimga ne'matlar berdim va Ibrohim shukr qildi dedilar. Payg'ambarlar ichida ikkita payg'ambar borki, Alloh taolo barcha musibat turlarini ularga bergan, barcha sinovlarga ularni solgan, barcha bizni ko'zimizga qiyin tuyulgan narsa bilan ularni imtihon qilgan. Birinchisi Ibrohim alayhissalom va Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Ibrohim alayhissalomga Alloh musibatlarni berdi, u kishini sinadi. Ayollari farzand ko'rmadi. Yoshlari katta 90 yoshga yetdi. Ayollarni o'zi ikkinchi ayolga u kishini uylantirib qo'ydi. 90 yoshar chol ana farzand ko'rdim deganda ikki ayol o'rtasida rashk paydo bo'ldi. Katta xotinlari Sora Hojarni tashlab kel dedi. 70 yil farzand kutgan odam farzandini qo'lga olganida uni tashlashga to'g'ri kelsa ya. 70 yil farzand kutgan. İbrahim alayhissalomga Alloh nima dedi? Xotining va bolangni qo'ygin Makkaga, o'zing ketgin jo'nab. Tamam. Hojar nima dedilar? Allohu amaraka bihada. Alloh taolo sizga shuni buyurdimi? Alloh buyurdi. Tamam. Bu go'dak katta bo'ldi. Voyaga yetdi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Otasi bilan birga chopqillab yuradigan bo'ldi. Alloh nima dedi? Tushlariga bolangni endi qurbonlik qil dedi. Ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza taron. Ey bolam, jigar poram, tushimda Allohdan menga ilhom keldiki, seni qurbonlik qilar emishman. Nima deysan? Farzand nima dedi? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni inshaallohu minas sabirin. Otajon, buyruq qandoq bo'lgan bo'lsa, o'shandek bajaring,
inshaalloh sabr qilaman dedilar. Bolangni qurbonlik qil deyaptilar. Begonani emas, qo'yni emas, bolangni qurbonlik qil. Ibrohim alayhissalatu vassalom mana shunday hayot sinovlari bilan sinaldilar. Hayotda imtihonlarga duch keldilar. Otalari kofir edi. Alloh panoh bersin. Otalari dinda emas edi. Ey Ibrohim, seni toshbo'ron qilaman dedi. Bu katta musibat. Bu katta fojia. Farzand uchun katta qayg'u. Otasi haq yo'lda bo'lmasa, ashabi jahim bo'lsa, farzand iymonda bo'lsa, islomda bo'lsa, qanchalik ayanchli musibat bu. Otalari sherik bo'ldilar. Nimaga? Farzandni gulxanga yoqishga. Gulxanga yoqamiz dedilar, otalari shunga rozi. Yoqib yuboring dedi otasi. Shunaqa halim farzandni. Qarang. Bundan katta hayot sinovi bormi? Alloh taolo buni ne'mat deyapti. Qachon ne'mat bo'ladi? Shokir bo'lsa. Hayot sinoviga Alloh taolo u kishini pishirdi. Vattakhadallohu Ibrohima khalila. Undan keyin u kishini do'st qilib oldi. Alloh aytsa-ya, Ibrohim meni do'stim deb. Ibrohim demayapti Alloh meni do'stim deb. Alloh aytayapti Ibrohim meni do'stim. Nima uchun? Barcha hayot sinovlardan chiroyli o'tdi. Alloh taolo sinovlarni ne'mat deyapti. Qachon banda shukr qilsa. Ijtabahu, Alloh uni saylab oldi va to'g'ri yo'lga hidoyat qildi. Ana undan keyin va ataynahu fid dunya hasana va innahu fil oxirati laminas solihin. Shuncha sinovlardan o'tgan, shukr bilan, sabr bilan, bardosh bilan o'tgan Ibrohimni dunyoda aziz va mukarram qildim. Oxiratda esa solih bandalar bilan, o'zimga muqarrab bandalar bilan qilib qo'ydim deb Alloh taolo marhamat qiladi. Undan keyin Muhammad alayhissalom orqali biz sizga Alloh xitob qilib, "Summa awhayna ilayk an ittabi' millata Ibrohima hanifa va ma kana minal mushrikin." Ey Muhammad alayhissalatu vassalom, senga vahiy qildim, buyruq qildim, ilohiy ko'rsatma, Ibrohimning yo'liga ergashgin. To'g'ri yo'lda edi u, mushriklardan bo'lmagin deb Alloh taolo marhamat qiladi. Bu yerda Alloh taolo Ibrohimning nechog'lik yetuk inson ekanliklarini, komil inson ekanliklarini bildiradi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va u kishiga ergashgan biz sizga odamizod andozani, namunani, misolni kimdan olishligi kerak ekanligini vahiy bilan tasdiqlab, vahiy bilan ta'kidlaydi. Ergashmoqchi bo'lsangiz, Ibrohimga o'xshagan mardu maydonlarga ergashing. Taqlid qilmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri yo'lga bo'lgan Hanif, barcha shirkdan uzoq bo'lgan Hanif Ibrohimga ergashing. Odamizod aksari ergashuvchiga muhtoj. Odamizodni aksari taqlid qiladi. Hamma ham hayotda o'zi to'g'ri yo'lni o'ziga kashf qila olmaydi. Demak, eng to'g'ri yo'ldagi odamlar haq yo'ldagilarga taqlid qiladi, ularga ergashadi. Alloh taolo bu yerga Ibrohim alayhissalomni, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni keltirib, o'shalarga ergashsak, dunyo va oxiratda saodatmand bo'lishligimiz muqarrar ekanligini Alloh taolo bildiradi. Chunki ular o'zlari birinchi navbatda pok edilar. Chunki ular o'zlari keltirgan aqidaga, o'zlari aytgan so'zga birinchi o'zlari amal qilardilar. Undan keyin ahli oilalarni amalga chaqirdilar. Undan keyin atroflarini amalga chaqirdilar. Yaxshi bo'lamiz desak, avval o'zimiz pok bo'lishimiz kerak. O'zimiz namuna bo'lishimiz kerak. Ana undan keyin qolganlarni shu yo'lga da'vat etishimiz kerak. Islohotchi o'zi pok bo'lmasa, uning islohoti amalga oshmaydi. Alloh taolo hammamizni orasida yu pokizalardan qilsin. Hazrati Ibrohim alayhissalomga, Hazrati
Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ergashuvchilardan bo'lmog'imizni, dunyo va oxiratda baxt va iqbolga erishmog'imizni nasibu muyassar aylasin. Amin va rabbul alamin.